جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, sabır ve namaz arkalık yardım tilanglar. Allah haqiqatan sabr qilg'uvchilar bilan birlidir. Baqara surasi 153 ayet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, oldingi darsimiz Fatha babitdi. Fathaning uzartilib o'qilishi, tanvinlik o'qilishi degandek temalarni oqaqidan so'zladik. Bu soatlik darsimiz bo'lsa kasrah bo'ladi. Kasrah deganlik vatanda o'rganganlar bo'lsa xotirlashinglar mumkin zir deyiladi. Bu mushunga o'xshash harflarningki ostiga keldi. Buni harf deb tushunsak, buni ostiga keladigan bir yantusizlikni ko'rsatadi. Kasrah deganlik. Kasrah degan tajvid ilmininki bir atalg'usi. Şu biz kasrah deb elishni to'g'ri topdik. Kasrah deb davomlashtiramiz. Kasrah belgisi zir, ya'ni harflarning ostiga qo'yiladigan belgi. Mushunga o'xshash harflarning ostiga qo'yiladi. Kasrah belgisi qo'yilgan harflarni talaffuz qilganda ostinqi engakimiz tövanga tushirilib, ya'ni degan vaqtimiz tövanga tushgandek engak ostiga tushirilib, harflarga bir tovushi qo'shib o'qiladi. Inchga o'qilgan harflar bilan bu kasrahni o'qishni mashq qilamiz, tanishib o'tamiz. Oldi bilan inchga o'qilgan harflarga qarab o'tamiz. Boshda harfningki o'zining ismini, keyin harfningki kasrah holatini o'qib beraman. Menga ergishib o'qinglar. Alif, i, ba, bi, ta, ti, tha, thi. Diqqat qilinglar, tha tovushini chiqargan vaqtimizda, ya'ni thi tovushini chiqargan vaqtimizda tilimizningki uchi ustunki udilishimizga tegadi yoki tilimizni tishlaymiz deb bilib olsanglar bo'ldi. Tilimizni udilishimiz bilan tishlaymiz. Jim, ji, ha, hi. Albatta bu harflarni talaffuz qilgan vaqtda maxrajlardan chiqarishga diqqat qilinglar. Fathani o'qigan vaqtdami shu narsalarni degandim, kasrah babidami, ya'ni o'xshash narsani eskartdim men. Dal, di, dal, di, ro, ri. Nemishqa buni cho'ng o'qiladigan harf turib, inchga o'qiladigan harfning qatoriga yozdik. Chunki ra harfi bo'lsa ham cho'ng, ham inchga o'qiladigan, ya'ni kichik o'qiladigan harfdir. Qanday vaqtda cho'ng o'qiladi? Fathali kelgan vaqtda yoki fathaning uzartilib o'qilishi kelgan vaqtlarda cho'ng o'qiladi. Shunglashqa oldingi bab so'zlagan vaqtda inchga o'qilgan harflarning qatorida ra harfini yozmadim. Endi inchga o'qilgan harflarning qatorida nimishqa ra harfi bor? Chunki buningga kasrah qo'yilgandan keyin bu harakat qaytilsa, bu harf inchga o'qilib ri deb o'qiladi. Ro, ri, za, sin, si, shin, shi, ayn, ay, fa, fi. Baytidoq harflarning maxrijidan chiqarishga diqqat qilinglar. Buni i deb qo'ysanglar bo'lmaydi. Ayn, ay, fa, fi, kaf, ki, lam, li, mim, mi, nun, ni, ha, hi. Ha tovushini chiqargan vaqtimizda xuddi bizning ismimiz chaqirgan chaqda ha deymiz-ku, shunga o'xshash ha deb chiqarsak bo'ladi. Shunga buni farqli bir chiqarib nang hojati yo'q. Bu kanay bo'shliqdan chiqadigan harf ha desaklar bo'ldi. Ha, hi, vav, vi. Vav harfiga diqqat qilinglar. Vav harfi qanday ig'izimizni ushlaydik. Vav, vi. Bizning Uyg'ur tilidagi va vi deb bunda chiqmaydi. Arab tilidagi tovush naqadar o'xshasimi, ba'zi chiqarish shakllari, ig'izning shakllari o'xshamaydi.
Bu narsalarga diqqat qilinglar. Bu arabcha, bizningki uyg'urcha. Buni vi deb qo'ysak bo'lmaydi. Vi ya yi. Endi cho'ng o'qiladigan harflarga qarab o'taylik. Cho'ng o'qiladigan harflarning kasrahliq holatlari. Cho'ng o'qiladigan harflarga i tovush qo'shib o'qilganda, yana o'xshashli boy eskartib o'tdim. Harflar yana o'z maxrijidan chiqarilishi kerak. Buna diqqat qilsak yaxshi bo'ladi. Xo harfini qanday chiqardik? Xo harfini gilimiz qirilganligini his qildik. Xo, xi qayta talaffuz qilib beraman. Xo, xi, g'ayn, g'i, qof, qi, صاد صي ضاد ضي طا طي ظا ظي. Endi harflarni boshdan oxiri menga agishib o'qinglar, boshdan oxiri menga agishib o'qinglar deb tez-tez o'qib ketibdiman. Endi biroz asta o'qib beraman, menga agishib o'qinglar. Bu qitim harflarning ismini emas, faqat kasra kelgandagi holatlarni o'qib beraman. I, bi, ti, fi, ji, hi, di, zi, ri, zi. Zal bilan zaning o'qilishiga diqqat qilinglar. Buni zi dedik, bayim tilimizni tishlaymiz degan to'q. Buni bo'lsa zi, normal zanjirdagi zi. Zi. Si, shi, ay, fi, ki, li, mi, ni, hi, wi, yi, xi, g'i, qi, si, di, ti, vi. Bu saatlik dersimiz müşahiç oldu. Keyingi saatlik ders kiçi bo'lgan aralıqda hozirgi o'rgangan temalarni qaytadan ko'rib o'tishinglarni, men o'qib bergandek, men telaffuz qilib bergandek qayta videoni keyin yondirib ko'rishinglarni umid qilaman. Keyingi saatlik dersimizde kasrahning mashqlarini ko'rib o'tamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وبه اعتني واحذر من الهجران.